Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men sehr haqida, jin chiqargan yoki sehr topgan haqida, sehrlari botil qilgan roliklarni qo'ysam, odamlar juda ko'pchiligi kim sehr qilgan bo'lsa o'ziga qaytsin, ularga Allohning la'nati bo'lsin, Alloh jazosini bersin deb duoibat qilishadi. Siz u duoibat qilsangiz ham, qilmasangiz ham baribir sehr qilgan odamga sehr uradi. Qoidasi shunaqa. Masalan, sehrda sizga taloqa qilingan bo'lsa, o'zi ajrashadi. Agar sehrda sizni xuni ko'rsatishga qilingan bo'lsa, o'zi xuni bo'ladi. Baribir o'ziga qaytadi. Yoki o'zi vasvas bo'lib qoladi. Men xuniyman degan vasvas kirib qoladi. Agar kasallikka sehr qilgan bo'lsa, bu kasallik sehri o'ziga uradi, o'zi kasal bo'ladi. Suyaklari og'riydi, boshlari og'rib, ko'niga hech narsa sig'masdan har joyi kasal bo'ladi. Qaytadi. Shart sizga sehr qildimi? Sizga sehr chiqib ketsa, bu sehr Alloh taolo tomonidan emas, birinchi bo'lib shu qanday tushunsam sizlarga. Baxshlar tomonidan, baxshlar qoida shunaqa bordi, sehr qoidasi bo'yicha sehr qilgan odamga uradi, chiqqandan keyin o'ziga uradi. Alloh azza va jalla tomonidan u boshqacha uriladi. To'g'ri 2 marta uriladi. Va agar sizga jin kirgizilgan bo'lsa, sizdan sehr chiqib ketsa, jin chiqib ketsa, albatta folbin o'ziga shu jinni kirgizadi. Sehr qilgan odamga albatta kirgizadi. Bu odam oriydi. Masalan, sehrda ena bola qilgan bo'lsa deylik, masalan ena bola. Masalan aytaylik, bir kelinman, ena bola, ayol kishi va enasi sehr qildi. Sehrda qizi zakaz qildi. Qizi zimon qilib, har narsalarni, dardlarini aytib, u deb, bu deb enasiga shikoyat qildi. Enasi borib sehr qilib beradi. Shunda bu sehr udari enasiga ham uradi, qiziga ham uradi. No ko'proq, eng ko'pi qiziga uradi. Qiziga ko'proq uradi. Nima deganda? Chunki asosiy qizi sababchi bo'lgan sehr qildirishga. Shuning uchun hech xavotir qilmanglar. Siz ruqya qildiring. O'ziga dam soling, kurashing. Bu sehr chiqqandan keyin, jin chiqqandan keyin xohlasa ham, xohlamasa ham Alloh azza va jalla izni bilan o'ziga uradi.